Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda Letkod masalasini yechimini ko'rib chiqmaymiz, balki undiga time complexity qanaqa ishlaydi, big O notation nima va bunaqa notationlar yana bormi? O'shalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida tuzum masalasini olaylik. Tak, eski masalalarimizda turgan ekan, bu juda ham yaxshi tushuntirish uchun. Tak, time complexity va big O notation nima? Time complexity nimani algoritm run bo'lish vaqti, ya'ni qancha vaqt sarflayapti va bu array uzunligiga qanaqa o'zgaradi. Shu masala bu. Endi tak, big O notation nimani bildiradi? Tak, bizada qanaqadir names array bor va target 9 bor. Big O notation bo'lsa, mana shu algoritmni eng yomon holatiga yechimni topish vaqti. O'sha yechimni topish uchun eng yomon holatda biz arrayni necha marotaba aylanib chiqamiz. Array uzunligi n bo'lsa, endi n marta aylanib chiqishi bu n kvadratni beradi. Ya'ni yomon holatda array uzunligi necha bo'lsa, o'shani kvadrati marta aylanib chiqaman. Ya'ni bunda 4 array uzunligi 4 bo'lsa, array 16 marta aylanib chiqishimga to'g'ri keladi. Ya'ni 16 ta sonni ko'rishimga to'g'ri keladi degan demoqchiman. 16 ta sonni aylanib chiqishimga, array 16 marta emas, ya'ni 16 ta sonni ko'rishimga to'g'ri keladi. Tak, misol uchun bizda hech qanaqa dictionary yo'q deylik. Ikkita shunaqangi sonni topishimiz kerakki, targeti 9 bo'lishi kerak. Men nima qilaman? Birinchi bitta sonni ushlab olaman. Va o'zidan keyingi sonlar bilan solishtirib ko'raman. If deyman, namisi isi plus namisi jisi teng bo'lsa targetga, bu yerda bitta yechimi uchun array ochib qo'yamiz. int 2. Tak, resultsi 0 teng bo'lsa i-ga, resultsi 1 teng bo'lsin j-ga. Va shu holatda return results deb qo'yaman. Pastga ham bitta return results yozib qo'yaman. Endi bu holatda nima bo'lyapti? 2 ga kelyapman va 2 uchun hamma yechimni ko'rib chiqaman. 7 ga kelaman, hamma yechimni ko'rib chiqaman. 11 ga kelaman, hamma yechimni ko'rib chiqaman. Array uzunligi tasavvur qilinglar, 14-darajasi, ya'ni 10,000. Bu juda katta array bo'lyapti va tasavvur qilinglar, yechim eng oxirgi ikkita indeksda turibdi. Buning uchun men hamma indekslarni birinchi indeksi uchun hamma array uzunligini ko'rib chiqdim. Ikkinchi indeksi uchun ham, uchinchi indeksi uchun ham, to'rtinchi indeksi uchun ham, beshinchi indeksi uchun ham. Va oxiri 9998-indeksga kelganimda javob topildi. Bu nimani bildiradi? Array uzunligini kvadrati marta elementlarni ko'rib chiqaman. 1 uchun 9999 marta 0-indeksi uchun ko'raman. Birinchi indeksi uchun ham xuddi shuncha marta ko'raman deyarli. Time complexity oshib ketadi. Ya'ni tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, big O har notation har doim en yomon keysdagi algoritmni ishlash tezligini hisoblaydi. Mana bu misolda bo'lsa, ko'rishimiz mumkin. Array bir marotaba aylanilyapti. Nimani hisobiga? Dictionary hisobiga. Va mana 0-indeksdan boshlab array uzunligini endi bo'lsa, n gacha aylanyapti. Eng yomon holatda ham biza ko'radigan
son a, n'inchi element bo'ladi. 2 uchun bir marta aylanmayman. N'ga kelganimda o'sha javob topaman. Bu n bo'ldi o'sha. Voygisi n kvadrat edi. n kvadrat edi. Bu n bo'ldi. Eng yomon holatda oxirgi indeksga kelganimda javob topaman. Tak, endi bizada faqat n o notation bor, big O notation bor. Yo'q. Bizada eta notationi bor omega bor bizada. Tak, ular nimani bildiradi? Hop, bitta yozib tushuntiraman. Mana shu misol tariqasida biz har doim yechimni oxirgi indekslarda deb tasavvur qila olmaymiz. U eng tez ishlashi mumkin bo'lgan holat omega bilan o'lchanadi. O'rtachasi bo'lsa eta bilan o'lchanadi. Tak. Targetimiz 9 va biz yechimni eng tez topgan holatimizda ham birinchi indeksda topa olamiz. Bu 0 yoki 0 indeksda topa olmaymiz, chunki ikkita qiymat so'ralgan bizda. Hozirgi misolimizda bu masalamiz uchun eng tez holat yechimni topish eng tez holati ikkinchi indeksda bor, ya'ni ikkita, birinchi indeksda bor, ikkita element ko'radi. Eng tezi. Etta bo'lsa har doim n bo'lingan 2 bo'ladi. Nimaga? Bu o'rtachasi, ya'ni array uzunligi n bo'lsa, array o'rtasiga kelganda javobni topishimiz mumkin deb qaraladi. Yo'q emas, bu emas, o'rtachasi olingan. N'ga to'g'ri proporsional bo'ladi. N qancha kattalashib ketsa, omega ham shuncha kattalashadi, o'rtacha. Tak. Nega intervyularda yoki lead kodda o'zida har doim big O ishlatiladi? Omega ishlatilmaydi yoki eta ishlatilmaydi. Chunki bizlar algoritmni bilishimiz kerak. Oldindan eng yomon holatlarda qanaqa vaziyatga tushib qolishimiz mumkin. Ya'ni hech qanaqa favqulodda vaziyatlar bo'lmasligi kerak. Oldindan bilishimiz kerak. Eng yomon holatda ham algoritm mana bu tezlikda ishlaydi. Shuning uchun ko'p coding intervyularda, lead code'da yoki shunga o'xshagan platformalarda har doim big O notation ishlatiladi. Kimga nima hisoblanilishi qiziq bo'lsa, keyingi videolarda big O notation hisoblanilishi, omegani yoki etani hisoblanilishini ko'rib chiqamiz. Hozircha shuni o'zi hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Salomat bo'linglar, ko'rishguncha.